Ana sizlarga ishkal yo'masa, mana ishkal. Mana. Endi ishkal qanaqa ma'noda? Yaxshi ma'noda, bizani sportchilarimiz uchun yaxshi ma'noda. Mana kecha bo'lib o'tgan o'yin, futbol o'yinida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi bilan Koreya Xalq Demokratik Respublikasi sportchilari, yosh sportchilari o'rtasida bo'lgan matchda bo'ldi ishkal. Bu xabar Komsomolskaya Pravda saytidan olingan. Mana bu bizani vratar Yasur emas, Jasurbek Umurzoqov bo'lsa kerak. Noto'g'ri yozibdi bo'lib o'tdi. Mana bu yerda ismini. Jasurbek Umurzoqov Koptoni o'zini polani o'zini bo'lagidan, o'zini qismidan koreyslarning qismiga qaratib tepdi. Kopto tepadan uchib borib o'sha vratar tomon, koreyslarning varatari tomoniga ketdi. U koreyslarning varatari oldiga chopib chiqdi. Kopto orqasiga tushdi, ketidan quvladi, shunda yiqilib tushdi. Koptoni ketidan quvlayman deb. Demak, bu o'yin mana 49-daqiqada, demak, ikkinchi qismida, ikkinchi taymda bo'lgan. Birinchi gol bo'pti. Pochim bo'lganda endi bu Jasurbek Umurzoqov ochgan endi o'yinni, birinchi gol bo'lgan. Oxirida 3-1 ga yutqizibdi koreyslar. Demak, bu bizning O'zbekiston yoshlar terma jamoasi четвертьfinalga chiqqan. U yerda Iroq komandasi bilan o'ynaydi. Mana Iroq komandasi bilan o'ynaydi. Endi men bu videoni sizlarga bu yerda ko'rsata olmayman, chunki YouTube blokirovka qilib yuborishi mumkin. Chunki menda уже bitta предупреждение bor. Yana ikkita предупреждение bo'lsa, shu bilan ishkal. Shuning uchun videoni sizlarga linkini описаниеda qoldiraman. Videoni tagida, pastida strelka bor, o'shani bossanglar ochiladi, o'sha yerda link bo'ladi shu videoga, o'shani ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ishkal bo'ldi kecha. Endi bu videoni kommentariyalarida o'qisanglar, inglizchasiga yozilgan. Kimlardir aytayapti, bu подстроенныйga o'xshagan deyapti, sotib olingan deyapti. Endi bunday olib qarasa, 2 marta g'alati narsa bo'ldi. Varatari chopib chiqqani oldiga, nima Koptoni ko'rmadimi, uni orqasiga tushdi. Shunchalik oldiga chopib chiqadimi? Ikkinchisi Koptoni ketidan quvlayotganda yiqilib tushgani. Bu ham endi anaqa bo'lib, odamga g'alati bo'lib tuyuldi-da endi. Keyin yana bitta kommentariy bor. Bu yerda kimdir aytayapti, aslida varatar tomon va o'zini varatasi tomoniga yugurganida Koptoni ketidan quvlab. Varatarning orqasida Kim Jong Un rasmi, portreti turgan. Kim Jong Un ularni anaqasi, kattasi, prezident deganda endi. Kim Jong Un rasmini ko'rib qolib, tiz cho'kkan, shu ta'zim bajo aylagan deb yozyapti kimdir inglizchasiga. Hazil qilib. O'shaning uchun dumalab yotgan rasm tomon qarab. Mana shunaqa ishkal bugun bo'ldi. Ishkal show kanaliga obuna bo'linglar. Biz Facebookda bormiz, Instagramda bormiz. U yerda ham harakat qilamiz, to'ldirib turgani qiziq xabarlardan yetkazamiz sizlarga. Rahmat.